Baxt bu yo'l, taqdir emas. 18 yoshga to'lganimizda, turmush qurganimizda, yaxshi ish topib, birinchi bor, ikkinchi bor farzandli bo'lganimizda, ana endi hayotim yaxshilanib ketadi deb o'ylaymiz. Farzandlarimiz sekin katta bo'layotgani uchun o'zimizni charchagan his qilamiz. Ular kattaroq bo'lsa, baxtliroq bo'laman deb o'ylaymiz. Ular anchagina mustaqil bo'lib qolganida, o'tish davri, o'smirlik davriga kirganida ular bilan til topishish qiyin deya shikoyat qilamiz. Va bu bosqichdan o'tsa, hayot osonlashib ketishini kutamiz. Keyin esa nihoyat kattaroq uy va yaxshiroq mashina sotib olsak, ta'tilga dam olishga bora olsak, nafaqaga chiqsak, hayotimiz yaxshilanadi deymiz. Haqiqat shundaki, odam o'zini baxtli his qilishi uchun doim keyinni, ertani, muammosi hal bo'lishini kutib yashaydi. Aslida esa eng qulay va yaxshi vaqtning